uchrashuv tashkil qilindi. Endi bu yerda misol uchun banklarda mumkin asosiy biz ham produkt deb aytamiz. Produkt endi bankda ko'rsatilgan xizmatlari, misol uchun berilgan kreditlar, amanizamlar, asosiy kreditlar fuqaro ko'p tanish bank ishlash to'lovlarini hokim yordamchisi tavsiyasi orqali olinadigan kreditlar. Bu yerda mahallaga hokim yordamchilar, mahallada hokim yordamchisi bor, orqali uchrashib olinsa, uni shartlarini bilasan, aytib o'tish shartnoma, chunki katta ko'p uch kreditdan foydalanish bo'yicha kelib turmaydi. 18%dan keyin o'zi ham ishlab chiqarishga o'zimizni band orqali to'laydigan kredit. Keyin biznesga birinchi qadamda kreditimiz bor, o'rtoqlar. Bu kredit 17 million so'mgacha beriladi 27%dan. Bu 2 yilga beriladi, 3 oy imtiyozlar bank o'zimizni band qilgan, ya'ni 375 million bir yillik to'lovni to'lagan fuqarolarga beriladi. Bu bir narsani tushunishimiz kerak bo'ladi. 375 million so'm degan bu faqat bu bank uchun qandaydir soliq uchun to'lamas, fuqaroning o'zi uchun to'lanadigan to'lov. Sababi ishsiz fuqaro kredit olgandan keyin 375 so'm o'zini, ya'ni pensiya fondidan to'laydi, u stajyor yoziladi shu narsa. Bir yillik staj yoziladi. Misol uchun uyda qandaydir uy ishi bilan band bo'lish imkoni bo'lsa, oddiy muvaffaqiyat dehqonchilik qilgan vaqtida uni 1 million 800 ming so'm, 2 million so'm oylik olgan odamning staj yoziladi. Chunki hozir mana bu yerda ko'pchiligimiz yoshlar, bu yerda u narsa yoshlar aksar qiziq erishib yurishi mumkin. Sababi pensiya yoshidan kelgan vaqtda bilasizlar, so'nggi 5 yillikda o'rtacha oylik olgan vaqtida eng minimal mizer pensiya bilan chiqmaydi. Qandaydir staj bo'lgan vaqtida kamida 1 million babat qoladi, 1 million o'tib qoladi. Hisobda shunday narsa 375 ming faqat shu narsa uchun to'lanadi. Bu yerda hamma kreditlar faqat shu o'zimiz bilan 375 ming so'm pul to'lagandan keyin